Bugun mana xudo xolasa meni komandamni imtihoni. Kamgina переживать qilyapman. Pozitiv ovozda gapirishingiz kerak, sal jiddiylashib ketyapsiz. Taassurotim вообще dahshat. Hech narsadan qo'rqmayman, javob o'taman. Bizning eng asosiy missiyalarimizdan biri har bir maktabimiz bitiruvchilari maktabni bitirganlaridan keyin dunyodagi top 100 talikka kiradigan nufuzli universitetga kirishlari mumkin bo'ladi. Bitta tilda gapirishingiz kerak, yoki o'zbekcha yoki ruscha. Shu paytgacha bunday katta imtihonlardan o'tib kelganman. Bu narsa men uchun hech narsa emas. Yagona yaxshi ishlagan joyi 8 million qimmat desam, maktabimizga kelganingizdan keyin nimaga bunaqa narxni bilib olasiz va fikr O'zi oxirgi bo'lishim kerak edi. Taassurotim вообще dahshat. Hech narsadan qo'rqmayman, javob o'taman. Assalomu alaykum, men ismim Javohir. Men Polyglot International Schoolda operator bo'lib ishlayapman. Hozir bizdan Islom aka imtihon olyaptilar. O'zim men oxiri bo'lishim kerak edi. Hayır, endi men o'zim gentleman-ku. Shuning uchun men qizlarga yo'l berdim. Shuning uchun birinchi bo'layapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Polyglot xalqaro maktabidan qo'ng'iroq qilyapman akajon. Ismim Javohir, sotuv menejeri bo'laman. Siz bizda ijtimoiy tarmoqlarda raqamingizni qoldirgan ekansiz, to'g'rimi akajon? Ha, qoldirdim. Ha, juda ham yaxshi akajon. Unda bo'lsa sizga ma'lumot bermoqchi edim. Hozir vaqtingiz bormi akajon? Mayli, mayli. Unda keling, men siz bilan tanishib olsam. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Qanday murojaat qilay akajon? Islombek. Islombek aka, tanishganimdan men nihoyat xursandman. Keling, unda sizni ham mening ham vaqtimizni tejagan holda bir ikkita savollar bersam, undan keyin to'liqroq ma'lumot berishga o'taman. Bo'ladi. Juda ham yaxshi. Islom aka, farzandingizni ismlarini, qaysi sinfda o'qishlarini bilsam bo'ladimi? Azizbek 10 ga o'tdi. Azizbek 10-sinf. Juda ham yaxshi akajon. Qo'shimcha to'garaklarga ham boradilarmi, yo'qmi? Boradi. Internationalga boradi. International. Juda ham yaxshi akajon. Internationalga borayotganda ingliz tili darajalarini bilsam bo'ladimi? Advancedga chiqdi o'zi. Juda ham yaxshi. Xo'p, oxirgi savolim akajon. Nimaga aynan siz xususiy maktabni tanladingiz? Endi xususiy maktabda o'qish tizimi yaxshi. Yaxshi o'qitiladi. Juda ham yaxshi akajon. Unda bo'lsa men sizga ma'lumot berishni boshlayman akajon. Xo'p. Polyglot xalqaro international Polyglot xalqaro maktabi Polyglot xalqaro maktab. Xo'p, Polyglot International School Samarqanddagi eng premium darajadagi xususiy maktab hisoblanib, sentabrdan o'z ish faoliyatini boshlayapti. Hozirda bo'lsa biz 1-sinfdan boshlab 11-sinfga qadar qabullarimiz barcha uchun ochiq. Maktabimizni eng muhim vazifasi va missiyalaridan biri shuki, biza har bir bizani o'quvchining bizani maktabdan bitirgandan keyin kamida 4 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lishidir. Bularning ichiga nima kiradi desangiz akajon, bizada 4 xil xalqaro sertifikat bor. Birinchisi ingliz tilidan IELTS hisoblanadi, kamida 7+. Ikkinchisi bu hozir juda ham trendda bo'ladigan til bu Xitoy tili, HSK sertifikati kamida 4+. Uchinchisi esa akajon bu SAT, ingliz tili matematikasi kamida 1400 ball va eng oxirgisi IT sohasidan xalqaro sertifikatlar hisoblanadi akajon. Xo'p, bizni ikkinchi vazifamiz va missiyalarimizdan biri shuki, biza top 100 talikka kiruvchi nufuzli universitetlarga kirishga yordam beramiz. O'zi shu qanday qaraysiz akajon, top 100 talikka kiruvchi nufuzli universitetlarga farzandingizni o'qish jarayoniga o'zi qanday qaraysiz? Yaxshi o'qish kerak, o'zi chet elga jo'natish niyatim bor, Londonga. Xo'p akajon, unday bo'lsa men sizga bitta taklifim bor. Ekskursiyaga taklif qilsam, ekskursiya davomida sizga maktabimizning shart-sharoitlarini, qanday qulayliklarda farzandingiz o'qishini ko'rsatib o'taman. Undan keyin sizni farzandingizdan IQ test olinadi va imtihonlar va fanlar bo'yicha imtihon olinadi akajon. Undan tashqari akajon, farzandingiz bizning psixologimiz bilan suhbat o'tadilar. Ekskursiyadan so'ng akajon, siz direktorimiz Polyglot International School direktori bilan suhbat o'tasiz. U kishi sizga maktabimiz tizimini, shart-sharoitini batafsil ma'lumot berib o'tadilar. Xo'p akajon, hozirda sizda qisqagina bo'lsa ham ma'lumot to'plandi. Unday bo'lsa keling, men sizni bugun shanba ekan. Xo'p, dam olish kunlariga sizni bezovta qilmayin. Dushanba kuni soat 10 da va 4 da
direktorimiz suhbatiga yozib qo'ysam bo'ladimi akajon? Yo, sal vaqtim yo'qroq edi borishga maktablarga. Juda ham akajon, men sizni tushunaman. O'zi ekskursiyamiz akajon bizada 30 ko'p vaqtingizni olmaydi. Kamida 30 daqiqa bo'ladi. Ekskursiya ichida shu siz maktabimizni shart sharoitlarini ko'rasiz, sinf xonalarini ko'rasiz va direktorimiz bilan suhbat o'tasiz. Kamida bo'lsa siz bitta maktabni aylanib ketasiz. Unday bo'lsa sizni dushanbaga yozib qo'ysam bo'ladimi akajon? Men bir maslahatlashib telefon qo'yaman sizga, xo'p? Juda ham to'g'ri aytdingiz akajon. Maslahatish kerak. Bu oson ish emas. Xususiy maktablarda o'qitish oson ish emas. Lekin men sizni aytishim kerak bo'lgan narsa, siz bu paytda o'z vaqtingizni yo'qotishingiz mumkin. Chunki bizda hozir ota-onalar juda ham ko'p kelyapti va biz sizni yo'qotishimizga qo'rqitishim mumkin. Bo'ldi, unda biz dushanba telefonlashib olamiz siz bilan, rahmat. Bo'ldi akajon. Unda sizni dushanba kuni soat 10dami yoki 4dami? Yo, telefonlashib kelishib olamiz kunini. Hozir men qachon kelishimni aytolmayman, meni ham ishim ko'pda. Bo'ldi akajon. Unda bo'lsa men siz dushanba kuni yana bir bor telefon qilaman, sizga eslatib o'taman. Yes. Javohirbek, qarang, potensial bor. Skript bo'yicha hali to'liq gaplashmadingiz. Imtihondan o'tdingizmi deydigan bo'lsa, siz ham qisman harakat qilgansiz, o'rgangansiz, boshqa qilgansiz. Muhimi bo'ladigan joy, hozir siz tushunaman, hayajonlangansiz, kamera vaqtida bo'ladi, lekin potensialingiz bor, fundament bor. Endi siz buni yaxshilab harakat qilib, yanada randalsangiz, minus taraflaringiz, nutqingiz ustida ishlashingiz kerak. Zo'r. Prezentatsiyani aynan ota-onaga moslashtirib berishingiz kerak. Suhbatni boshqarish ko'nikmangizni shakllantirishingiz kerak. Undan keyin pozitiv ovozda gaplashishingiz kerak. Undan keyin o'ylab ko'raman, maslahatlashishman, reja qilaman deganda asoslab berishingiz kerak. E'tiroz ustida ishlashingiz kerak. Aynan shuning uchun men sizni taklif qilyapman. Aynan shuning uchun men sizni kelishingizga xohlayman degan narsalarni aytishingiz kerak. Oxirida mijoz bo'ldi, o'ylab ko'raman, maslahatlashaman. Hech bo'lmasa Telegramdan ma'lumotni tashlab qo'yishingiz kerak. You have to leave the room immediately. We have an exam. Assalomu alaykum. Mening ismim Amina. Men sotuv menejer. Bugun imtihon bizda kamgina переживать qilyapman. Hammasi yaxshi bo'ladi, bilaman. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Poliglot xalqaro maktabi, sotuv menejer Amina. Siz bizga ijtimoiy tarmoqda telefon raqam qoldirgan ekansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, qoldirdim. Xo'p, vaqtlaringiz bormi? Ma'lumot bermoqchi edim. Ha, bering. Xo'p, ismingizni bilsam bo'ladimi? Sizga kim deb murojaat qilay? Islombek. Islombek. Islom aka, tanishgandan xursandman. Keling, undan keyin sizga bir nechta savol bersam, keyin maktabimiz haqida to'liq ma'lumot beraman. Давайте. Xo'p, farzandingizni ismi va familiyani aytvorasizmi? Nechinchi sinfda? Aziz ismi 10-sinf. 10-sinf. Xo'p, juda ham yaxshi. Qo'shimcha repetitorga boryaptimi, akajon? Boradim. Xo'p, tushunarli. Nima gap aynan xususiy maktabdan dedingiz? Endi o'qitish yaxshi u yerda. Xo'p, Islom aka, tushundim. Endi maktabimiz haqida to'liq ma'lumot berishim o'taman. Maktabimiz sentyabr oyidan Poliglot xalqaro maktabimiz eng darajasi xususiy darajasi maktab sentyabr oyidan ochyapti. Hozirgi kundan 1-sinfdan to 11-sinfgacha qabulimiz ochiq. Maktabimiz eng asosiy missiya va vazifa bu bizdan o'qigan har bir o'quvchi maktab bitirgan paytida kamida 4 ta xalqaro sertifikat bo'lishi. Birinchi sertifikat bu ingliz tilidan 7 ball va undan yuqori. Keyin esa bu xitoy tilidan HSK 4+ ball. Navbatdagi sertifikatimiz bu SAT bo'yicha 1400 va IT tomonidan ham sertifikat bo'ladi. Undan tashqari bizning eng asosiy missiya va vazifa bu bizdan o'qigan har bir o'quvchi dunyoni top 100 universitetga tayyorlash. Endi Islom aka, bitta taklifim bor sizga. Keling maktabimizga ekskursiyaga. Vaqtlaringiz bo'ladimi? Bugun shanba ekan, dushanba kuni direktorimizda 2 da va 5 ta vaqtlari bor ekan. Sizga qulay bo'ladimi? Bo'lsa kerak, ko'ramiz. Bizga aniq bilishimiz kerak. Chunki odamlarimiz juda ko'p va siz agar raspисание bo'yicha kelasiz, siz kutmaysiz direktorimizni.
Necha pul o'zi maktabinglar? Maktabimiz 8 million so'm. Aynan shu uchun men sizni maktabimizga taklif qilmoqchi edim. Maktabimizga keling, shart-sharoitni ko'rasiz, qanaqa bizda sharoit yaratilgan, qulayliklar qanaqa bor. Undan tashqari, farzandingizdan IQ test olamiz va psixolog bilan suhbat. Suhbatdan keyin direktorga kirasiz. Direktor sizga to'liq ma'lumot maktabimiz haqida aytib beradi va metodologiya haqida ham aytadi. Tushunarli. Bo'ldi, o'ylab ko'raylik, unda telefonlashamiz, qimmat ekan, 8 million. Akajon, hozir sizga aytaman, maktabimiz shuncha qimmat emas. Ustozlarimiz 30% chetdan bo'ladi. Kanadadan, Avstraliyadan, Buyuk Britaniyadan. Buyuk Britaniyadan shu uchun shunaqa narxlar. Bo'ldi, maslahatlarni o'ylab ko'rib telefonlashamiz. Maslahat qiling. Keyin qachon sizga telefon qaytarib qilsam bo'ladi, shuni aniqtirib. Keyingi haftalarga telefonlashamiz. Xo'p, sizga aniq telefon qilaman. Rahmat, charchamang. Tak, o'sha aytganimdek, ababshonli ma'lumotlar ehtiyoji to'liq aniqlash kerak, faol tinglovchi bo'lish kerak, ha tushunaman, zo'r, wow, gap yo'q deyish kerak, prezentatsiyani imенно nimaga moslashtirish kerak. Nima deydi? Imенно klientga moslashish kerak. Mana o'g'lingiz 10-sinf ekan, bunaqa ekan. Siz общий prezentatsiyani aytdingiz. Menga moslashtirilgan, menga individualniy qanaqa bir prezentatsiya bo'lmadi. Potom qimmat degandan keyin aynan shuning uchun degan texnikani ishlatishingiz kerak. Uni ishlatmadingiz, uni boshida ishlatib yubordingiz. 8 million aynan shuning uchun sразу nima qildingiz. Keyin Telegramda ma'lumot tashlab qo'yma va hokazo deyish kerak. O'sha jarayon ham bo'lmadi. Pozitiv ovozda, yaxshi kayfiyat bilan gaplashish kerak. Yaxshi kayfiyat ham bo'lmadi. Assalomu alaykum barchaga. Meni ismim Mehribon. Polyglot xalqaro maktabda sotuv menejeri lavozimida ish faoliyatimni yuritaman. Hozirda bizda imtihon jarayonlari ketmoqda. Umid qilaman, birinchi darajani olib, imtihondan 100% natija bilan o'taman. Nimaga deganda, shu paytgacha bundan katta imtihonlardan o'tib kelganman. Bu narsa men uchun hech narsa emas. Allo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Biz Polyglot xalqaro maktabdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Sotuv menejeri bo'laman, ismim Mehribon. Bizga ijtimoiy tarmoqlardan raqam qoldirgan ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, akajon, keling unda tanishib olsak, ismingizni bilsam bo'ladimi? Islombek. Ha, Islombek aka, qarang, hozir men sizga 2-3 ta savollar beraman, undan keyin esa maktabimiz haqida ma'lumot berishni boshlayman. Bo'ladi. Akajon, farzandingizning ismlari nima? Azizbek. Azizbek nechinchi sinfda o'qiydilar? 9 bitirdi, 10 ga o'tdi. Qaysi maktabda o'qishlarini bilsam bo'ladimi Azizbekni? Xususiy maktabda o'qiydi. Ismi nima? Xususiy Ya maktab. uni qo'yavering uni. Xo'p, bo'ladi. Akajon, nima sababdan aynan xususiy maktabga bermoqchisiz? Yo, o'zi xususiy maktabda o'qiydi, просто sizlarni ko'rib qoldim, sizlarning maktabinglarni ko'rmoqchi edim. Ha, tushunarli. Akajon, sizga ma'lumot berishni boshlayman. Qisqa va lo'nda qilib o'taman. Bizning Polyglot xalqaro maktabimiz Samarqand shahridagi eng premium darajadagi xususiy maktab hisoblanadi. Ya'ni sentyabr oyidan 2026-2027 yillar uchun o'z ish faoliyatimizni boshlaymiz. Hozirda 1-sinfdan 11-sinfgacha qabulimiz ochiq. Akajon, bundan tashqari farzandim xususiy maktabda o'qib qanday natijalarga erishishi mumkin deb o'ylasangiz, men sizga hozir birma-bir tushuntirib beraman. Farzandingizni erishishi kutilayotgan natijalar, birinchisi bu IELTS darajasi. IELTSdan 7 va undan yuqori ballni egallaydi. Keyingi sertifikat esa SAT. SATni bilsangiz kerak, bu matematika va ingliz tili mujassamlangan sertifikat hisoblanadi. Undan 1400 yoki undan ham balandroq ballni egallashlari mumkin va navbatdagi sertifikatimiz bu Xitoy tilini bilish darajasini tekshiradigan sertifikat. Ya'ni farzandingiz Xitoy tilini mukammal o'rganib, HSK deb nomlanadigan sertifikatdan 4 yoki undan yuqori ballni egallaydilar. Bundan tashqari, akajon qarang, farzandingiz hozirgi kunda juda ham kerakli bo'lgan kasblardan biri kompyuter dasturlashni o'rganadilar, robot texnikani o'rganib, IT dan butun dunyo tan oladigan xalqaro sertifikatga ega bo'ladilar. Wow. Gap yo'q. Akajon, bundan tashqari bizning asosiy vazifamiz shundan iboratki, maktabimizning har bir bitiruvchisini dunyoning top 100 talikka kiruvchi eng nufuzli oliygohlarga tayyorlab berish. Zo'r. Necha pul turadi maktabinglar?
Akajon, narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda aytganimizdek standart 8 million so'mni tashkil qiladi, lekin aynan shuning uchun men sizni maktabimizga taklif qilmoqchiman. Nimaga deganda, hozirda direktorimizning maxsus tarif va chegirmalari bor. Siz kelganingizdan so'ng biz sizni ekskursiya qildiramiz. Maktab shart-sharoitlari bilan yaqindan tanishib olasiz. Bundan tashqari, o'g'lingiz Azizjondan biz IQ test olamiz. IQ test nima desangiz, u bilim olish darajasini, ya'ni salohiyatini tekshiradigan test hisoblanadi va bundan tashqari bizning psixologimiz, mutaxassis psixologimiz bilan o'g'lingiz uchun suhbat tashkil qilib beramiz. Biz farzandingizdan test olayotgan vaqt siz direktorimizdan barcha maktabimiz haqidagi to'liq ma'lumot, o'quv dasturi, metodologiyasi haqida barcha ma'lumotni batafsil olishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, nima, men hozir to'laydigan maktabimga 6 million to'layman-da, sizlarga sal shu 2 million farq qilar ekan, sal qiynalamanmi deyapman-da. Ha, tushundim akajon. To'g'ri, xususiy maktabda farzandni o'qitish hamma uchun ham oson emas. Lekin bizning maktabdagi sharoitlar buni oqlaydi. Nimaga deganda, sizni aynan shuning uchun taklif qilyapman. Chunki siz bu yerga kelganingizdan keyin bu sharoitlarni ko'rib, shunchaki maktabimiz haqidagi fikringiz yaxshi tomonga o'zgaradi. Yo'q, o'zgaradimi? O'zgaradi. Tushunarli. Давайте yozib qo'ying-da. Ha, bo'ldi akajon, bugun shanba ekan. Dushanba kuni biz asosan maxsus grafik va kun asosida ishlaymiz. Ya'ni har bir ota-onaga alohida kun va alohida bir soat ajratamiz. Hozir men grafikka qaradim. Dushanba kuni soat 11 da va 2 da bo'sh ekan. Qarang, dushanba men ishim bor-da, men Toshkentga ketaman. Bugun erta iloji yo'qmi qilishni? Dushanba kuni yo'q bo'lsangiz, akajon, hozir grafik asosida sizga aytaman. Seshanba kuni soat 4 da va ertalab 10 da. Bugun ish kunlari bo'lsa, men kelishim qiyin-da. Misol shanba yakshanba bo'lsa kela olaman. Misol uchun bugunga yo'qmi, obeddan keyingi joyida? Bor akajon, agarda hozir qarab ko'raman. Soat 5 va 6 da bo'sh ekan. Qaysi vaqt sizga ma'qul? 5. Bo'ldi, keling. Sizni yozib qo'yaman. Kelganingizda administratorlarimiz sizni kutib olib ekskursiya qildiradi va o'z ma'lumotga ega bo'lasiz maktabimiz haqida. Ana qayerda maktab? Akajon, agarda xohlasangiz shu raqamingizda Telegram mavjud bo'lsa, men manzilimizni lokatsiya sifatida jo'natishim mumkin. Qayerda maktab? Maktabimiz Samarqand Citydan 1 kilometr uzoqlikda, Samarqand shahar logistika markazining yonginasida 5 qavatli qizil bino. Bo'ldi, yaxshi. Aylanib unda ko'rib chiqamiz. Rahmat. Maktabimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Mijoz yaxshi, sabrli bo'lib qoldi. Okey deb biz bilan gaplashdi. Bilimingiz nerealniy, nima bo'yicha zo'r, lekin bilimingiz, lekin xarakteringiz nima? Xarakterda ni na работе, ni klientim nima qilmasligingiz kerak, ko'rsatmasligingiz kerak. Chunki shu xarakteringiz ketidan siz nimalarga tushib qolishingiz mumkin. Har xil neudobniy, noqulay konflikt holatlarga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun endi nimalarga keladigan bo'lsak, pozitiv ovozda gaplashishingizni xohlagandim, pozitiv ovozda gaplashdingiz. Faqat menga savol berganingizda meni eshitdingiz, lekin reaksiya bildirmadingiz. O'g'lingiz nechinchi sinfda? 10-sinf. Nima bo'ladi boshqa bo'lsa? Har bitta javobimdan keyin aha, juda ham yaxshi, tushunarli, zo'r gap, yo'q, wow, yo deyish kerak. Sezdim uni, chunki har doim shu bloknot bilan ruchkada yozib bo'layotgan payt aytib уже yozayotganda esima keladimi o'zi? Shu narsani aytmadingiz. Keyin suhbatni boshqara olmadingiz. Suhbatni men boshqardim orada, siz boshqarishingiz kerak suhbatni. Yaxshi yutuqli tarafingiz nutq zo'r, prezentatsiyani zo'r qilib berdingiz, framingni zo'r ishlatdingiz, programmalashtirishni. Azizbekka maktabingiz to'g'ri keladi degan joy zo'r bo'ldi, ya'ni individual yondashish bo'ldi. O'g'lingizga zo'r, o'sha narsa e'tiroz ustida yaxshi ishladingiz, suhbatni kelishuv bilan nima qildingiz, tugatdingiz. В целом ikkita nima minus bor. Единственное, o'sha zo'r gaplashdingiz, lekin o'sha boshida o'sha nima bo'lib qolganimiz aniq. Siz masalan, bilasizmi, sizlar endi taklif bilan aql o'rgatish emas. Siz bu yerda o'tirsangiz, boshqa realniy klient bo'lgan odam bilan gaplashsam, siz realniy o'sha vaziyatni ko'rgan bo'ladingiz. Shunaqa. Siz o'zi meni xayolimda вообще klient degan narsa bo'lmadi bu yerda. O'zi imtihonni boshqa odam bo'lsa ajralib turishi ham shundan-da. Siz har doim noqulay vaziyatga, kutilmagan vaziyatga tayyor bo'lishingiz kerak. Imtihon doim shunaqa o'tadi. Imtihonda doim siz bilmagan savollar tushadi. Imtihonda doim siz bilmagan vazifa holatlar bo'lib qoladi. Imtihonda misol uchun siz shpargalka olgan bo'lasiz, o'sha shpargalkangiz o'tmay qolgan bo'ladi, qolib ketgan bo'ladi. Sizni ruchkangiz yozmay qoladi, sizga suv to'kilib ketadi. Ya'ni imtihon o'zi hayotda o'zi har doim shunaqa bo'ladi-da. Lekin sizni hozirgi qilgan holatingiz umumiy holatda. Siz o'sha holatni qabul qilib, o'sha holatga moslashishingiz kerak. Siz holatni o'zgartirishga harakat qildingiz.
Ya'ni siz yo'q to'xta unaqa bo'lishi kerak emas bunaqa. Bunaqa bo'lmaydi. tushunmadim. Situatsiya o'zgardi, sizni munosabatingiz, situatsiya menяется отношения deb ustozlarimiz aytadi. Ya'ni sizni munosabatingiz o'zgarishi kerak. Siz yo'q bunaqa bo'lishi kerak. To'xtang. Yo'q bunaqa emas. Siz unaqa mijoz bo'lishingiz kerak. Yo'q, men xohlaganda mijoz. To'g'ri tushundim. Xohlasam turib gaplashaman. Xohlasangiz o'tirib, xohlasangiz naryoqdan. Siz o'sha narsaga chunki haqiqiy sotuvchi har qanaqa holatga moslashish kerak. Endi siz yangi bo'lganligingiz uchun boshqa qildim va yana bitta narsa, ba'zi bir mijozlar sizni shu xarakteringizni kechirishi mumkin. Ba'zi bir mijozlar kechirmasligi mumkin. Опять-таки yana bir marta aytyapman. Buni hozirgi holatdan kelib chiqib, men ishonaman, men bilaman mijozlar bilan umuman boshqacha gaplashasiz. Men bilaman mijozlar bilan nima gaplashasiz, nima deydi, ana to'g'ri gap. Mani vazifam sizni komfort zonadan chiqarib yuborishdir. Assalomu alaykum. Mening ismim Xonzoda Abdunazarova. Bugun bizda Polyglot xalqaro maktabida bizning, ya'ni sotuv menejerlarini bugun imtihoni. Ozroq hayajonlanmoqdaman, lekin umid qilamanki, bu imtihondan yuqori ball bilan o'taman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Polyglot xalqaro maktabi operator Xonzoda siz bilan aloqada. Ijtimoiy tarmoqlardan bizga zayaqa qoldirgan ekaningiz, shu bo'yicha sizga qo'ng'iroq qilyapman. Eshitaman. Akajon, keling, unda sizni ham o'zimizni ham vaqtimizni olmasdan sizga bir ikkita savollar bersam. Sizni kim deb chaqirsam bo'ladi? Sizga qanday murojaat qilsam bo'ladi? Ismingizni ayta olasizmi? Islombek ismim. Islombek aka, siz farzandingizni xususiy maktabga bermoqchimisiz? Shunaqa. Juda yaxshi. Keling, unda sizni ham o'zimizni ham vaqtimizni olmaymiz. Sizga bir ikkita savollar berib o'taman. Undan keyin esa maktabimiz haqida ma'lumot berib o'tsam. Bo'ladi. Farzandingiz ismlari? Azizbek. Azizbekning familiyalari nima? Familiyasi menga o'xshagan Ibrohimov. Ibrohimov Azizbek nechanchi sinfda va qaysi maktabda o'qiydilar? Bitta maktabda o'qiydi, hozir nima? 9 bittada 10-sinfga o'tadi. Juda yaxshi, demak, hozir 9-sinfda bitirgan ekanlar. Azizbek darslardan so'ng biror xil to'garaklarga, qo'shimcha darslarga boradilarmi? Sportga boradi va o'sha ingliz tiliga boradi. Juda ajoyib, zo'r. Unda keling, men sizga maktabimiz haqida ma'lumot berib o'tsam. Polyglot xalqaro maktabi bu Samarqanddagi eng premium maktab bo'lib, hozirda bizda qabulda 1-sinfdan to 11-sinfgacha qabulimiz ochiq. Bizning asosiy maqsad va missiyamiz bu sizni farzandingizni maktabni bitirayotgan paytda bizning maktab bitiruvchi o'quvchilarimiz qo'llarida kamida 4 ta xalqaro sertifikat bo'lishi. Bular qaysilar desangiz, bular ALES sertifikatidan 7 yoki undan yuqori ball, undan tashqari HSK dan 4 yoki undan da yuqori ball, undan tashqari esa bizda SAT, bilganingizdek SAT bu ingliz tili va matematika sertifikati hisoblanib, undan 1400 ball, SAT o'zi maksimal 1600 balldan iborat va IT bo'yicha xalqaro sertifikatlar hisoblanadi. Bizning eng asosiy yondashuvimiz va missiyamiz bu farzandingizni dunyoning top bo'lgan 100 ta oliygohlariga tayyorlash hisoblanadi. Keling, undan sizga bitta taklifim bor. Agar siz bir kuni belgilasak, maktabimizga tashrif buyurib, ekskursiya qilib ketsangiz, sizga qaysi kuni qulayroq? Bilmadim, nima bo'ladi ekskursiyada? Ekskursiyaga siz kelganingizda, agar farzandingizni ham birga olib kelsangiz, siz maktabimizni yaqindan tanishasiz, sharoitlarini, qulayliklarini, nega aynan shahardan uzoq chetroqda qurilayotganini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz va maktabimizda o'zingizga taassurot hosil bo'ladi. Va undan tashqari, agar siz farzandingizni ham olib kelsangiz, siz direktorimizni qabullariga kirgan paytlaringizda sizni farzandingiz bizda IQ test topshiradilar, psixologimiz tomonidan beriladigan har qanday testlarga o'zlari psixologimiz bilan suhbat qilishadi. Qarang, men bu 10-sinfga o'tdida 2 yil qoldi. 2 yil ichida ana HSK degan Xitoy tilini boshqa nimacha o'rganishga ulgurmaydi, to'g'rimi? Bizni ustozlarimiz individual darajada qo'llaridan kelganlaricha farzandingizga berishga harakat qilishadi. Farzandingizni biror xil muvaffaqiyatlari bormi? Biron to'garaklarda mana bu ALESdan sertifikat olganlarmi yoki sertifikat olmagani, lekin ingliz tilisi hozir o'sha advancedga chiqqan. Juda ajoyib. Unda farzandingizga hozirda tayyorlanishga vaqt albatta ulguradi. Menimcha shu IELTSdan ola oladi deb o'ylayman. Sefr ham ola olsa kerak, matematikasi ham yaxshi, lekin Xitoy tilini menimcha 2 yilda o'rganib olmasa kerak. Okey. Tushundim. Bo'pti, men o'ylab ko'ray, o'zi nechta pul maktabinglar narxi? Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilganimiz kabi 8 million so'mni tashkil qiladi. Aynan shuning uchun ham men sizni maktabimizga taklif qilmoqchi edim. Siz maktabimizga kelganingizda direktorimiz sizga tarif va chegirmalar ham ko'rib beradilar.
Tushunarli. Qimmat ekan, lekin narx masalasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri, farzandingizni kelajagiga sarmoya kiritish bu juda jiddiy qaror hisoblanadi. Bizni narxlarimiz nega aynan shunaqa degan savolingizga javob olish maqsadida ham aynan men sizni maktabimizga taklif qilmoqdaman. Siz o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rgan paytingizda nega bu maktab shuncha turishini, ya'ni 8 million turishini ko'rasiz va bu maktab nafaqat 8 million, undan-da yuqori narxga arzishiga o'zingizni isbot ko'rasiz. Vau, zo'r. Shunaqa zo'rmi? Shuna maktabinglar? Albatta, bizning maktabimizda nafaqat ustozlar o'zbekistonlik mutaxassis ustozlar, balki chet eldan keltirilgan, ya'ni chet eldan bizga yo'naltirilgan Garvard, Oxford, Massachusets kabi oliygohlarga yo'naltirilgan o'qituvchilar bo'lishadi. Ular farzandingizni mana bu strategik yo'nalishda olib borishadi o'qish yillarini. Zo'r. Gap yo'q. Keling, unda sizga qaysi kunga biz kelishingizda ekskursiya taklif qilsam sizga? Bugun shanba bo'lsa, bugun obeddan keyin o'tsak bo'ladimi? Obeddan keyin bizda hozir direktorimizni grafiklariga qarab ish ko'ramiz. Biz ham obeddan keyin soat 6 da va soat 4 ga vaqtimiz bor ekan. Sizga qaysi biri ma'qul? Shu 4 larga belgilang unda. Aha, 4 larga. Unda yaxshi. Biz sizni maktabimizda kutib qolamiz. Kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat. You got lots of information from last day, I see. Yes. I had a lot of more. It's like depends on what Massachusetts and also mentors and a lot like that. But I don't use it because I think it's odd things to say. Yeah. Fine. Very nice. Pozitiv ovozda gaplashishingiz kerak. Sal jiddiylashib ketyapsiz. Kayfiyat bilan bo'lishi ulutkalar kerak. Qilib gapiryapsiz nima? Keyin suhbatni boshqara olishingiz kerak. Boshqaryapsiz, inakda rulni menga berib qo'yapsiz. Inakda boshqaryapsiz, inakda. Suhbatda doim sotuvchi boshqarish kerak. Есть. Keyingiga keladigan bo'lsak, umumiy tushunchalarni berdingiz, lekin aynan o'g'limga mos etdingiz. Mana qarang, Azizbek 10-sinfga o'tibdi. Mana qarang, Azizbek 10-sinfga o'tibdi. Mana qarang, u ingliz tilini bilar ekan. Mana qarang, men bundan yuqori qoladi. Qanaqa ingliz tilini? Qarang, men bunaqa qilsa bo'ladi. Imенно xuddi bu maktab meni o'g'lim uchun individual yaratilganligini bersangiz, sevib qoladi ota-ona va kunning oxirida u nima qilishi, nima deydi, olib kelish ehtimoli oshadi. Boshida ozgina qiyin bo'ldi mana, lekin siz o'sha 8 million e'tirozning ustida ishladingiz. Kelgandan keyin nimaga bunaqa narxligini bilasiz va aslida bundan ham ko'p to'lash kerak ekan, arzirkan puli ham kam ekan degan fikrga qilasiz deganingizdan keyin men o'zingiz ham ishongandek, men yes dedim-da, bo'ldi, okey, kelaman. Agar o'sha suhbatni davom ettirmaganingiz, men kelmagan bo'lardim. Okey, oxirida Telegramdan ma'lumotlarni tashib qo'yaman, allokasiyani tashib qo'yaman deyish kerak edi, uni aytmadingiz. Qanaqa topib kelaman? Manzilda ham aytmadingiz. Здравствуйте, меня зовут Фируза, я являюсь менеджером в отделе продаж. Да, я волнуюсь, и я очень стараюсь взять первое место. Всем удачи! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Poliglot xalqaro maktabidan telefon qilyapman. Ismim Firuza, sotuv menejeri bo'laman. Bizga ijtimoiy tarmoqlardan raqam qoldirgan ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri tushdimmi? To'g'ri. Aha. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Kim deb murojaat qilsam bo'ladi sizga? Islombek. Islombekka tanishganimdan xursandman. Keling, vaqtimizni tejagan holda sizga 1-2 savollar bersam, undan keyin maktabimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Farzandingiz ismi kim bo'ladi, Islom aka? Azizbek. Azizbek, juda ham yaxshi. Nechinchi sinfga o'tadi? 10-sinfga. 10-sinfga o'tadi. Qaysi maktabda o'qiydi? Shu xususiy maktabda o'qiydi. Xususiy maktabda, juda ham yaxshi akajon. Azizbek qo'shimcha tayyorgarliklarga qatnashadimi? Ha, ingliz tiliga boradi yana. Juda ham yaxshi. Xo'p, tushunarli. Akajon, maktabimiz haqida ma'lumot berishni boshlayman. Poliglot xalqaro maktabimiz Samarqanddagi eng premium maktablardan biri hisoblanadi va sentyabrdan o'z faoliyatini boshlaydi. Hozirda 1-sinfdan to 11-sinfgacha barcha qabullarimiz ochiq. Xo'p, akajon, maktabimizni vazifalarini, asosiy missiyalarini sizga aytib o'taman. Har bir maktabimiz bitiruvchisi maktabni tugatgandan keyin qo'llarida kamida 4 ta sertifikatga ega bo'lishlari, bu IELTS dan 7 daraja, undan yuqori darajaga qo'lga kiritishlari, HSK, xabaringiz bo'lsa kerak, HSK Xitoy tilidan bilish darajasidan 4, undan baland darajalarni qo'lga kiritish, natijalarini qo'lga kiritishi va SAT 1400 daraja va undan keyin IT sohasidan xalqaro sertifikatni qo'lga kiritishlari. Bilasiz, akajon, IT sohasi ham hozir zamon talabi. Va bundan tashqari bizlar har bir maktabimiz bitiruvchilari maqsadimiz ham shundan iboratki, bitiruvchilar dunyodagi top 100 talikka kiruvchi universitetlarga, oliygohlarga kirishlari maktabimiz tomonidan
направить qilinadi, kafolatlanadi derdik avval. Ha. Направление Necha pul bo'ladi maktabinglar? Narxi. Xo'p, akajon, narxlarga keladigan bo'lsak, maktabimizga keladigan bo'lsak, sizga bitta taklifim bor. Vaqtlaringiz bo'ladimi maktabimizga ekskursiyaga kelishga? Bilmasam, narxini bildik, pulimiz kuchimiz yetsa Xo'p, akajon, boramiz. narxlarimiz standart narx bo'lib hisoblanadi va 6 milliondan 8 milliongacha. Aynan shuning uchun sizni maktabimizga taklif qilmoqchiman. Va vaqtlaringiz bo'lsa maktabimizga kelib tashrif buyuradigan bo'lsangiz, sizga dars prosesslarini, darsxonalarini hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rib, guvoh bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Farzandingiz Azizbekdan IQ test olamiz, kichkina fanlar bo'yicha imtihon bo'lib o'tadi. Undan keyin direktorimiz Zarina Rustamova bilan suhbat bo'lib o'tadi. Sizga vaqt qo'yib beraman. U kishilar bilan suhbatlashishingiz mumkin bo'ladi. Necha pulingiz narxi? 6 milliondan 8 milliongacha. Shuning uchun, aynan shuning uchun sizni ekskursiyaga taklif qildim. Hamma metodologiyalar bilan tanishtirish uchun, o'qish dasturlari bo'yicha tanishish uchun, nimaga bu narx ekanini guvohi bo'lasiz demoqchiman. Bo'ldi, mayli, o'ylab ko'raylik, buncha telefonlashamiz. Akajon, bu juda yaxshi, o'ylab ko'ring, maslahatlashib ko'ring, lekin eslatib o'taman, baribir maktabimizga kelib ko'rganingizdan keyin fikrlashingiz, shakllantirishingiz osonroq bo'ladi. Ko'rib 1000 marta aytgandan ko'ra 1 marta kelib ko'rish baribir boshqacha. Shuning uchun sizni maktabimizga taklif qilaman. Tushunarli. Mayli, ko'ramiz unda. Rahmat. Xo'p, akajon, sizga Telegramingizda shu raqamda Telegramingiz bo'lsa, men sizga lokatsiya jo'natib qo'yaman. Xo'p. Sizga yana aloqaga chiqaman. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Xo'p, akajon, kuningiz xayrli bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda gaplashishingiz kerak. Bu bir suhbatni polni boshqarishingiz kerak. Nimalardir gapirdingiz, lekin ko'p narsasi непонятно bo'ldi, umumiy. Shuncha bitta tilda gapirishingiz kerak, yoki o'zbekcha yoki ruscha. Qaysidir so'zlarni qo'shib yuryapsiz. Argument, ya'ni asoslab berish e'tiroz ustida ishlagandan keyin asoslab berish aniq-tiniq bo'lmadi. Asoslab berganingizda fikr o'zgarishi mumkin edi. O'sha narsa bo'lmadi. Telegramdan tashlayman, bu xo'p bo'pti, xo'p, mana bunaqa qilamiz dedingiz. Yaxshi, faqat endi yana keyingi joylarni ko'rish kerak. Umumiy обобщенный ma'lumotlar bo'lyapti, kuchli argumentlar bo'lmayapti. Agar kuchli argumentlar bo'lmasa, kelmaydi odam. Bekordan gaplashaverasiz. Konkret, aniq, tiniq tushunchalarni bersangiz, ular sizga ishonib, ha, bo'pti, xo'p deb keladi. Здравствуйте, я Бехнур. Через несколько минут у меня экзамен. Если спросите, готовилась ли я отвечу, конечно же, нет. Но, надеюсь, все пройдет на ура. Какое место планируется занять? Первое либо второе. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Алло, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Poliglot xalqaro maktabidan qo'ng'iroq qilayotgandim sizga. Ijtimoiy tarmoqda raqam qoldirgan ekansiz, to'g'rimi? Aha. Xo'p, akajon, maktabimiz haqida ma'lumot berib o'tmoqchi edim sizga. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Sizga kim deb murojaat qilsam bo'ladi? Islombek. Islombek aka, tanishganimdan xursandman. Unda keling, sizga bir ikkita savol bersam, undan keyin maktabimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'taman sizga. Islombek aka, farzandingiz nechinchi sinfda o'qiydilar? Farzandim 9 ni bitirdi, 10 ga o'tdi. 10 ga o'tdilar, juda ham yaxshi. Ismlarini bilsam bo'ladimi? Azizbek. Azizbek. Azizbekni biron to'garakka berganmiz. Islombek aka, nimaga qiziqadilar? Ingliz tiliga boradi. Juda ham yaxshi. Xo'p, akajon, maktabimiz haqida ma'lumot berishni boshlasam sizga. Poliglot xalqaro maktabimiz Samarqanddagi eng premium darajadagi xususiy maktab bo'lib, nasib bo'lsa sentyabr oyidan bizning o'quv yilimiz boshlanadi. Hozirda barcha 1-dan 11-sinfga qadar qabullarimiz ochiq. Xo'p, akajon, bizning maktabimizning ikkita asosiy missiyasi bor. Birinchisi shundan iboratki, farzandingiz to maktabimizni bitirgunlariga qadar kamida 4 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lishadi. Bular ingliz tilidan 7 ball kamida, keyingi sertifikatimiz Xitoy tilidan HSK, hozir bilasiz Xitoy tiliga talab kuchaygan. Xo'p, keyingi sertifikatimiz SAT, undan kamida 1400 ball hamda IT sohalaridan xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishadi. Xo'p, akajon, bizning ikkinchi vazifamiz shundan iboratki, biz farzandingizga shu 4 ta xalqaro sertifikatni olganlaridan keyin shaxsiy portfolio yaratishga yordam beramiz. Ya'ni kim bu dunyoni top 100 ga kiruvchi nufuzli universitetlarga kirishga kattagina imkoniyat beradi.
Xo'p, akajon, maktabimizga keladigan bo'lsak, mana bitta taklifim bor. Keling, sizni maktabimizga ekskursiyaga taklif qilsam. Siz Samarqand shahrida istiqomat qilasiz, akajon? Ha, shunaqa. Xo'p, juda ham yaxshi. Xo'p, ekskursiya davomida sizga maktabimiz shart-sharoitlarini ko'rsatamiz. Farzandingiz yuqori darajada bilim olishlari uchun qanday sharoitlar yaratib qo'yganimizni o'z ko'zingiz bilan ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, men sizga keyin direktorimiz bilan uchrashuv belgilab beraman. U kishi sizga maktabimiz, o'quv dasturimiz, metodologiyamiz haqida batafsil ma'lumot berib o'tadilar sizga. Xo'p, o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa ham shu yerda batafsil ma'lumot olishga imkoniyat bo'ladi sizda. Xo'p, akajon, bugun shanba kuni ekan. Sizni dushanba kunni birinchi yarmiga yozib qo'ysam qulaymi yoki ikkinchi yarmi qulayroqmi sizga? O'zi necha pul turadi maktabinglar, shuni bilmoqchiman. Xo'p, akajon, narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarimiz bugungi kunga 8 million bo'lyapti. O'zi aynan shuning uchun sizni maktabimizga ekskursiyaga taklif qilmoqchi edim. Kelib, direktorimiz bilan shaxsan suhbat jarayonida narxlarni kelishib olsangiz bo'ladi, chunki sizga shaxsiy takliflari yoki chegirmalar bo'ladigan bo'lsa, narxi kelib suhbat jarayonida aniq bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Juda qimmat ekanda, cho'ta sizlarda. To'g'ri, akajon, tushunaman. Xususiy maktabda o'qitish farzandlarni ozgina qiyinroq tuyulishi mumkin, lekin biz Yevropa standartlariga mos tarzda o'quv metodologiyani chiqarganmiz. Bizni 30-40% taxminan mutaxassislarimiz chet eldan olib kelingan bo'lib, ular farzandingizga dars berishadi. Hozir shuni aytib o'tishim kerakki, Islomjon aka, farzandingiz 10-sinf bo'lgan ekanlar, yana 2 yil o'qishlari bor. Bu deganiki, u kishi imtihondan o'tishlari kerak. Imtihon o'tkazamiz. Agar u kishida yaxshi baza bo'ladigan bo'lsa, imtihondan o'tganlaridan keyin maktabimizda o'qishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun farzandingizda IELTS kamida 7 ball bo'lishi kerak, akajon, chunki 2 yil qolgan. Biz 4 ta sertifikat aytyapmiz, nufuzli universitetga kirish uchun bu katta mashaqqat talab qiladi. Shunaqa. Xo'p, akajon, qachon vaqtingiz bo'ladi sizni? Dushanba kuni yozib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, kunni birinchi yarmi sizga qulayroqmi, ikkinchi yarmimi, akajon? Ha, birinchi yarmi qulayroq. Xo'p, men hozir direktorimizni grafiklariga qarab sizga aytaman, 1 daqiqa. Aha, kunni birinchi yarmi bo'lsa, soat 11 da vaqtlari bor ekan, yozib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, akajon, sizni soat 11 da yozib qo'ydim. Dushanba kuni sizni kutib qolamiz. Farzandingizni ham olib kelish esingizdan chiqmasin. Biz imtihondan o'tkazishimiz kerak bo'ladi, azizjonni. Qayerda o'zi nimasi maktabingiz? Xo'p, lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, akajon, men qarshi bo'lmasangiz agar shu raqamga Telegramdan lokatsiyamizni tashab qo'yaman sizga. Hozir aytib ham o'tay. Samarkand City boqiy shaharni bilasizmi? Bilaman, Shundan uzog'i 800 metr yo'q, 1 kilometr o'tganda chap tarafda, akajon. Katta qizil bino birdan ko'zga ko'rinadi, topishingiz oson bo'ladi. Tushundim. Xo'p, men lokatsiyani tashab qo'yaman. Dushanba kuni soat 11 da sizni maktabimizda kutib qolamiz. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, kuningiz xayrli o'tsin. Katta rahmat. Siz o'rgatgansiz-da. Boshida kelganda skriptni, я не знала, что такое скрипт, я не знала, что такое лиды, не знала, что такое реанимировать. Bo'ldi, bitta narsa yetishmadi, mana qarang, hammasi biz pozitiv ovoz, kayfiyatni такой мощный qilish kerak. Улыбка, но это, наверное, из-за напряжения. А так, в основном, да, я знаю, что с улыбкой нужно общаться. Sizning fikringiz bo'yicha Behnush qanaqa gaplashdilar? Kommentariyada yozib qoldiring. Yes, good luck. Assalomu alaykum. Men ismim Azizjon. Men mana shu Polyglot xalqaro maktabida yaqin mana shu 1 oy davomida ROP, ya'ni vazifasida ishlab kelmoqdaman. Bizda mana shu sotuv bo'limimiz mavjud va bizani 9 ga 10 ga yaqin yaxshi operatorlarimiz mavjud va ular bilan mana shu 1 oy davomida bir-birimizni yaxshi tushunib va ishda juda ham bir-birimizga yordam berib, mana shu ishni shakllantirib kelmoqda bizlar. Bugun mana xudo xolasa meni komandamni imtihoni va men ularga hammasiga ishonaman. Xudo xolasa hammalari imtihondan zo'r o'tib olishadi va buning uchun Islom akaga juda ham minnatdorchilik bildiraman. Xudo xolasa mana shu sohamizda rivojlantirish uchun u kishi bizga yordam beryaptilar. Albatta, yuzlarini yorug' qilamiz, xudo xolasa, albatta. Rahmat hammaga. Gap yo'q. O'zingiz ham topshirasizmi imtihon? Xudo xolasa, albatta, chunki men ham shu sohada oldin ko'proq ishlaganman. Men ham o'zi dastlabki faoliyatim mana shunaqa call centerdan operatorlikdan boshlagan
va mijozlar bilan ishlash men uchun juda ham qiziq, chunki bir kunda ko'plab insonlar bilan telefon orqali gaplashamiz, 20 xil xarakter, 30 xil muomala, har xil juda ham kundan kunga muammoviy, har xil ya'ni kundan kunga qiziqarli ya'ni voqealar bo'ladi va shu uchun ham o'zimni sinash uchun albatta imtihon topshirib ko'raman. Avo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Rahmat. Men Polyglot xalqaro maktabidan qo'ng'iroq qilyapman. Ismim Azizjon, sotuv menejeri bo'laman. Bizga ijtimoiy tarmoqlardan telefon raqam qoldirgan ekansiz. Shu bo'yicha murojaat qilayotgandim, akajon. Xo'p, demak siz adashmasam farzandingizni bizni maktabimizga qo'ymoqchisiz, to'g'rimi, akajon? Ha, shunaqa. Juda ham yaxshi. Xo'p, akajon, unda keling, sizni ham bizni ham vaqtimizni tejagan holatda sizga bir nechta savollar bersam va undan keyin maktabimiz haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tsam. Kelishdikmi? Bo'ladi. Juda ham yaxshi. Xo'p, akajon, ismingizni bilsam bo'ladimi? Sizga kim deb murojaat qilsam bo'ladi? Islombek ismim. Islombek aka, juda ham yaxshi. Tanishgandan xursandman, Islom aka. Islombek aka, farzandingizning ismlari kim? Qaysi sinfda o'qiydilar? 10-sinfga o'tdi, 9ni bitirdi. Azizbek ismi. Aha, juda ham yaxshi. Azizbek hozir qo'shimcha yana to'garaklarga boradimi? Misol ingliz tiligami, IT-gami? Ingliz tiliga boradi, sportga boradi. Endi IT ga bir bordi, keyin bormay qo'ydi. Juda ham yaxshi, akajon. Va sizga so'nggi savolim, nima uchun Azizbekni xususiy maktabga bermoqchi bo'lyapsiz? Endi mening maqsadim chet elga jo'natish. Institutda o'sha yerda o'qisa, chunki o'zim ham chet elda o'qiganman, o'g'lim ham chet elda o'qisa yaxshi bo'lardi. Aha, zo'r, juda ham yaxshi, akajon. Men tushunib oldim. Demak, men sizga ma'lumot berishni boshlayman maktabimiz haqida. Xo'p, Islombek aka, xudo xolasa mana sentyabr oyidan boshlab yangi o'quv yilidan bizda Samarqanddagi eng premium klassdagi Polyglot xalqaro maktabimiz ochilyapti. Hozir ushbu maktabimiz uchun 1-sinfdan 11-sinfgacha hamma sinflarimizga qabullarimiz ochiq. Islombek aka, bizning maktabimizda eng asosiy vazifalari va missiyalari haqida aytadigan bo'lsam, agar farzandingiz bizning maktabimizda o'qisalar, kamida 4 ta xalqaro sertifikatga erishadilar. Albatta bulardan birinchisi bu ingliz tilidan IELTS sertifikati, kamida 7 ball, ya'ni C1. Navbatdagi xalqaro sertifikatlarimiz bu Xitoy tilidan bo'ladi, HSK, undan kamida 4 ball yoki undan ham yuqoriroq. Navbatdagi sertifikatlarimiz bu SAT dan bo'ladi, kamida 1400 ball va so'nggi yana bir xalqaro sertifikatimiz hozirgi zamonaviy sohalardan biri hisoblangan IT sohasidan bo'ladi. Mana shu 4 ta xalqaro sertifikatimiz har bir maktabimiz o'quvchilari maktabni bitirgunlariga qadar qo'lga kiritadilar. Islombek aka, bizning eng yana bir asosiy vazifamiz bor. Bizning eng asosiy missiyalarimizdan biri har bir maktabimiz bitiruvchilari maktabni bitirganlaridan keyin dunyodagi top 100 talikka kiradigan nufuzli universitetga kirishlari mumkin bo'ladi. Islombek aka, keling shu yerda men sizga kichkina savol bersam, mana farzandingiz Azizbekni maktabni bitirganlaridan keyin xuddi shunaqa dunyodagi top 100 talikka kiradigan universitetlarga kirib, ilm olishlariga qanaqa fikr bildirgan bo'lardingiz? Yo, albatta. Men o'zi rejam uni Angliyaga jo'natmoqchi edim o'qishga. Men o'tgan yil har xil universitetlarni qiziqdim, hattoki kontrakt pullik bo'lsa ham to'lashga tayyor edim. Endi agar sizlarning maktabingizda tayyorlab grant yutishga yordam bersa, meni ancha pulimni tejab qolar ekansizlar. Albatta Islom aka, bizda xuddi shunaqa tizim yaratilyapti. Ya'ni farzandingiz bizning maktabga agar o'qiydigan bo'lsalar, mana shu maktablik chog'laridan biz ularga Yevropa standartlariga qanaqa tayyorlanish kerak, top universitetlarga qanaqa bilimlar kerak, hammasini biz maktablik chog'laridan chet eldan keladigan o'qituvchilar bilan birgalikda professional tarzda yordam beramiz va ya'ni har bir o'quvchimizni ularda ertaga mana shunaqa top universitetlarga kirib, aniq bir soha ustida, aniq bir sportsmen aniq bir mana shu sohani vakili sifatida u kishini professional tarzda bo'lishlarini ta'minlab beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Islom aka, keling, mana shu yerda men sizga bitta taklif bersam, xudo xolasa mana bugun shanba kuni ekan, sizni dushanba kuni maktabimizga taklif qilsam. Dushanba kuni maktabga keladigan bo'lsangiz, men sizga maktabimizga ekskursiya qildiramanda, qanaqa sharoitlarimiz bor, qanaqa qulayliklarimiz yaratilgan, hammasini men sizga ko'rsataman va bu yerda direktorimiz borlar, u kishiga ya'ni direktorimiz bilan sizga uchrashuv tashkillashtirib beraman va shundan keyin siz qanaqa ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, o'quv metodikalari bo'yicha yoki bo'lmasa farzandingizga yaratilgan qulayliklar bo'yicha hamma savollaringizga bemalol javob topib olsangiz bo'ladi. Agar Azizbekni ham birga olib keladigan bo'lsangiz, biz bitta imtihon qilib ko'ramiz, qani IQ-lari qanaqa, bilim ko'rsatkichlari qanaqa va shunga qarab biz farzandingizning bilimlariga bir baho bergan bo'lardik. Zo'r. Nechta pul o'zi kontraktingda?
Xo'p, akajon, to'lov masalasi bo'yicha sizga ma'lumot beradigan bo'lsam, barcha ijtimoiy tarmoqlarda, videolarimizda hamma joyda biz e'lon qilganmiz, narxlarimiz 8 million so'm va shu uchun ham men sizga aynan maktabimizga taklif qilmoqchi edim. Maktabimizga keladigan bo'lsangiz, ekskursiya davomida siz bizda yaratilgan sharoitlar bilan tanishib chiqasiz va qulayliklarimiz bilan o'rganib bo'lganingizdan keyin to'lov masalasida qanaqa skidkalarimiz, chegirmalar bor, hammasini direktorimiz bilan bemalol maslahatlashib olsangiz bo'ladi. Va lekin birinchi navbatda biza farzandingizda bilim ko'rsatkichlarini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Tushundim. Sal qimmatroq ekan, nima o'rtacha narxdan? Albatta, xuddi shunaqa akajon, to'g'ri tushunaman. Xususiy maktablarda hozir farzandlaringizni o'qitish biroz moddiy jihatdan qiyin bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri tushuning, hozir farzandingizga qancha investitsiya qiladigan bo'lsangiz, ertaga farzandingiz mana shuni hosilni albatta olib keladi. Bu degani siz bugun farzandingizga iqtisodiy jihatdan yordam beradigan bo'lsangiz, ertaga farzandingiz aniq bir sohada yetuk bir shaxs sifatida shakllanadi, ya'ni. Xo'p, Islombek aka, demak dushanba kuni xudo xolasa ertalabki soat 9 da va obeddan keyin soat 2 va 3 da direktorimiz bo'sh vaqtlari bor. Qaysi biriga vaqtingizni belgilab qo'ysam bo'ladi sizga? Qaysi biri qulayroq bo'ladi? Obeddan keyin 3 larga qulay bo'ladi. Juda ham yaxshi. Islom aka, bo'lmasam soat 3 da direktorimizni qabullariga sizni joyingizni band qilib qo'ydim. Agar shu raqamingizda telegramingiz bo'lsa, men maktabimizning manzilini ham yuborib qo'yaman va dushanba kuni xudo xolasa ertalab yana bir siz bilan aloqaga chiqamiz. Bo'ladi, bo'ladi. Katta rahmat Islom aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat, sog' bo'ling. Maktabimizga kutamiz. Very nice. Tatalab qoldik tillarimiz. Aytadi, tilimni achishi chiqib ketdi deydi. Assalomu alaykum. Mening ismim Parizoda. Yaqinda maktabni bitirdim. Hozirda Poliglot xalqaro maktabida ishlayman, administratorlik sohasi bo'yicha. Bugun bizda ekzamen. Ekzamenda kim oxiri kim oldi bo'lishi uchun dondonzeki o'ynadik va men oxiri bo'ldim. Va oxirgi bo'lib topshirasiz imtihonni. Ha. Qanaqa hayajonlar o'tyaptimi? Hayajon bo'ladi. 50-50. Qachon hayotingizda imtihon topshirasiz? 15-iyunda. Yaqinda topshirasiz. Bo'ldi, omad tilingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Poliglot xalqaro maktabi eshitadi. Menga shu bolamni maktabiyligida bermoqchi-da, qiziqib yurdim, shunga ma'lumot olmoqchi edim. Xo'p, keling, oldin tanishib olamiz. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Islombek. Xo'p, Islombek aka, farzandingiz oldin qayerda o'qiganlar? Shu xususiy maktabda o'qiydi. Qaysi xususiy maktabda? Bitta maktab bor o'sha yerda. Xo'p, farzandingizni sertifikatlari bormi? Yo'q, sertifikat yo'q. Ingliz tilini biladi lekin. Xo'p, nechinchi sinflar hozirda? 9 bitirdi, 10 ga o'tdi. 10 ga o'tdilar. Operator emas-ku o'zi. Nima kirdingiz unda? Siz o'zingiz aytdingiz-ki. Bo'ldi, gaplashing, improvisation. The person who is sitting next to me is not a sales manager. She is an administrator. Xullas, qizimiz administrator, lekin call center operatorligiga ham nima qilaman dedi, baholab bering dedi. Sovrinni yutib olmoqchi, shuning uchun o'zlarining baxtini sinab ko'rmoqchi ekan. 10-sinfda o'qiydi o'g'lim. Xo'p. Men sizni maktabimizga ekskursiyaga taklif qilaman. Direktorimiz bilan suhbatlashib, maslahatlashib, gaplashib ko'rasiz. Bo'ldi, necha pul maktab bilan? Maktabimiz 6 milliondan 8 milliongacha. Yana direktor qimmatligini sabablari bor. Agar sabablarini sizga tushuntirib bersam, qimmat deb aytmaysiz. Yo'q, qanaqa sabablar bor ekan, qani? Sabablarini ekskursiyaga kelganingizda batafsil tushuntirib beramiz. Wow. Ekskursiyaga kelib o'zingiz baho berib ko'rasiz. Qayerda bo'ladi ekskursiyalar? Ekskursiyamiz Borsenbir ko'chasi. Yana men sizga lokatsiya tashlab beraman. Shu nomeringizda Telegramingiz bormi? Bor. Bo'ldi, men sizga lokatsiya yuboraman. Qaysi sanada vaqtlaringiz bor, bo'sh vaqtlaringiz? Shu dam olish kunlarida odatda shanba yakshanba. Dam olish kunlari. Xo'p, shanba kuni soat 1 dan keyin yozsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi, yozib qo'yaman. Ismingiz Islombek deb yozib qo'yaman. Yozib qo'ying, rahmat. Xo'p. Yaxshi kayfiyatda gaplashish kerak. Men bilan mana hozir yaxshi kayfiyatda gaplashyapsiz, lekin rolga kirishganingizda jiddiy bo'lib qolib, hayajonlanib, xuddi qanaqadir bir ramkaga tushib qolgandek bo'ldingiz. Ikkinchisi, ko'proq ma'lumot so'rashingiz kerak edi. 10-sinf, qaysi tillarni biladi, qaysi to'garaklarga boradi, nima qiladi, ismi nima, boshqa hamma narsani so'rashingiz kerak edi o'g'lim haqida. So'ramadingiz. Keyin har bitta javob berganda, tushunarli, yaxshi, zo'r gap yo'q deyishingiz kerak edi. O'sha narsalarni aytmadingiz.
universitetda prezentatsiya qilib berishingiz kerak edi. Poliglot xalqaro maktabimiz mana bunaqa maqsadimiz nufuzli universitetlarga olib kirish degan prezentatsiya kerak edi. Prezentatsiya bo'lmadi. Nutqingizga keladigan bo'lsak, nutqingiz juda to'liq ravon emasligini sezmadim, lekin nutq ravon qilishgan. Yagona yaxshi ishlagan joyi 8 million qimmat desam, maktabimizga kelganingizdan keyin nimaga bunaqa narxligini bilib olasiz va fikringiz o'zgaradi. Zo'r, gap yo'q. Yaxshi. Oxirida suhbat bilan kelishuv qilasiz, lekin prezentatsiya bilan ehtiyoj aniqlash zo'r qilsangiz, deyarli tayyorlab kelasiz. To'g'rilab kelasizmi? Keyingi shanbaganmi? Да, Omad, charchamang. Sizlar bilan Islombek Ibragimov, bizni ko'rsatuvimizning nomi Bitim deb nomlanadi. Va biz bu yerda sotuvchilarni gaplashishini, muloqot qilishini, qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yapti, qanaqa jarayonlar ketyapti, shu haqida gaplashamiz. Bugun esa mana shu Poliglot maktabidagi sotuvchilarni imtihon qildik va bular kim birinchi o'rin oldi? Videoni oxirida yoki e'lon qilamiz, yoki e'lon qilmaymiz. Endi buni qaror qabul qilganimizdan ketamiz. Bizdan uzoqlashmang, YouTube kanalimizga obuna bo'ling.